Accessory 2000 подписчик bilan blogerlarga nima yuboradi? Ko'ramiz. Kutilgan momentlar. Dotam внутри. Mana. Bu narsalar Koreyadan keldi. Men uchun maxsus. Oddiylab qilmadim. Hamma kutgan, menimcha hozir juda ham trendga chiqqan shu narsa. Bu toner. Mana o'zini narsalar bilan. Wow. Bu sepiladigan toner ekan. Qolgan tonerlar ko'pi suv bilan suvli bo'lib, ana qo'lga tomizadigan bo'lardi. Bunisini ko'ramiz. Wow, juda ham sepilishi zo'r ekan. Почти hidi yo'q. Tamam, yaxshi emas. Keyingisi dark spot serum, dark spotli uchun. Anaqa ekan. Hidi yaxshi. Buni ko'rdik. Endi keyingisi krem. Bu ham dark spot uchun. Yaltiratadigan krem ekan bu. Hop. Vegan. Oh wow. Qaranglar. Rangini o'zini qo'shuvchilar bilan chiqar ekan. Meni qo'shuvchi. Ups. Hop, buni tushundik. Mana. Короче, bu krem. Mana o'ylayotgan narsa bo'lsa kerak. Hozir juda ham trendga chiqqan qizlar buni даже yeb ko'rishyapti. Mana shu narsa bo'lishi kerak. Ochamiz. Ups. Topdim. O'sha narsa. Wow, ichida o'zini ham, buni ham qo'shuvchilari bor. Kichkina. Wow. Oy, qizlar qanaqa buni yegan bilmayman, lekin sushini anu imbiri bor-ku, o'shani hidiga o'xshaydi. Ishlatib ko'ramiz buni ham. Вот. Va eng so'nggisi, bu ham juda ham hozir trendda. Не только O'zbekistonda, boshqa butun anu Amerikada, Koreyada, Angliyada hamma, короче, kimni kuzatsam, o'shalarda juda ham bu trendda ekan. Va mana ko'zni yoniga suradigan, o'zini zoldiri bilan suradigani bilan krem juda ham yoqdi. Bularni hali полный обзорini yana bitta qilaman. Ya'ni qanaqa ishlatilishini va rezultatini. Qiziq bo'lsa, obuna bo'lib qo'ying. 2000 ta подписчиги borligi ko'plik qiladimi, kamlik qiladimi?